o'taman qizlar. Bu kurtkalarimizni o'zi 300 mingdan eng kam 280 minglik skidkada sotilgandi. Opajonim, videoga bitta like bosib bizga obuna bo'lib qo'ying. Men sizga juda ham katta skidka narxida kurtkalarni obzor qilib beraman. Xitoyda ishlab chiqarilgan shunaqa chiroyli issiqqina mexli kurtkalarimizni atigi 149 ming so'm evaziga do'konimizga kelib yoki onlayn tarzda xarid qilsangiz bo'ladi. Narxi juda ham zo'r. Bu yerda rasvetkalari juda ham ko'pgina, bemalol yoshingizga qarab, didingizga qarab, qanaqasini yoqtiradigan bo'lsangiz, xarid qilib olish imkoniyatiga egasiz. Razmerlarga keladigan bo'lsangiz, razmerda umuman xavotir olmang, chunki MK dan 3XL gacha razmerlar bor ekan. Mazza qilib olib chiqib ketasiz. Bu yerda mana qora razvetkalardan bor, bordoviylardan bor, o'zim kiymagan bejli rasvetkalardan bor. Xullas kalom eng chiroyli, hamma sevadigan shunaqa fioletli rasvetkalardan ham bor. Hammasining mexlari bor. Qizni faqat cho'ntagida turibdi, yengida cho'ntagida turibdi. Shunaqa mexlarni asal qilib qo'yib chiqib ketasizlar. So'ng pullar oldinda hamma joy qimmat qilayotganda biz sizlarga sifati zo'r kurtkalarni 149 ming so'mdan qilib beramiz. Eslatib o'taman qizlar, bu kurtkalarimizni o'zi 300 mingdan eng kam 280 minglik skidkada sotilgandi. Hozirgi kunda shunaqa katta skidka narxida olishni xohlasanglar, like bosib obuna bo'lasiz va tovarlarni sudagina.